Sizga yordam taklif qilishning to'g'ri usuli qanday? Qanday holatlarda bu noo'rin bo'lishi mumkin? Odamlar siz bilan gaplashayotganda odatda qanday xatolarga yo'l qo'yishadi? Ba'zan odamlar yarim sonlar bilan muloqotda juda baland ovozda gapirishadi yoki harflarni haddan tashqari aniq talaffuz qilishadi. Bu sizga qanchalik yordam beradi yoki aksincha noqulaylik tug'diradi? Agar inson siz bilan gaplashmoqchi bo'lsa, lekin ishora tilini bilmasa, qanday yo'l tutishi kerak? Texnologiyalar va ilovalar sizning hayotingizni qanday osonlashtiradi? Jamoat joylarida, masalan, davlat idoralari, shifoxonalar yoki do'konlarda qanday qiyinchiliklarga duch kelasiz? Siz nogironligi bo'lmagan odamlardan qanday munosabat kutasiz? Sizningcha, nogironligi bor insonlar haqida ommaviy axborot vositalari qanday fikr uyg'otmoqda? Bu to'g'ri aks ettirilganmi?